Hayotingizdagi bo'lgan muvaffaqiyat va daromad o'sishi albatta o'zingizga bo'lgan ishonchdan boshlanadi. Ko'pchilik o'ylaydi, muvaffaqiyat uchun albatta qo'shimcha iste'dod yoki tanish bilish kerak. Lekin men bunga ishonmayman. Men 2016-yilda grant asosida 5 ta universitetga o'qishga kirdim. Va eng asosiysi nima edi? Atrofdagilarim umuman bunga ishonishmagandi. Hattoki yaqin dugonalarim bu imkonsiz, tanish bilishsiz bo'lmaydi yoki daho bo'lish kerak deyishgandi. Lekin men shaxsan na pul berdim, na o'zimni qandaydir daho deb hisoblamayman. Men shunchaki o'zimga ishondim, o'zimga imkon berdim va harakat qilishdan to'xtamadim. Chunki inson o'ziga avval ishonmasa, imkoniyatlar oldida ham to'xtab qoladi. Buning uchun daromadni ham bilim emas, balki o'zingizga bo'lgan ishonch kengaytiradi. Siz uchun ham ishonchingizni oshiradigan bitta mashq tayyorlab qo'ydim. Iltimos, izohlarga qarab keting.